Xo'p, yana bitta savolda, narkoz xavfsiz, zamonaviy dost, lekin hali ham ko'pchilik orasida narkozdan qo'rqishadi-da. Men asorat haqida ko'pchilikni qusadi deydi, narkozdan o'ziga kelish qiyin bo'ladi deydi. Shunaqa asoratlardan qo'rqishadi. O'zi haqiqatan mana shu asoratlar bor narsami? Hozirgi kunda ham o'sha bunaqa qayd qilishmi, mana shunaqa narkozdan keyin o'ziga kelish qiyin, mana shunaqa holatlar bo'ladimi umuman? Qo'rqish, odamlar qo'rqishi to'g'rimi? Odamlarning qo'rqishi tabiiy holat. To'g'ri desangiz ham bo'ladi. Qay ma'noda baribir odam tabiiy uyquga o'rganga bu yoqda sizga notabiiy dorilar vosita orqali uxlash ham odamda bir o'ziga yarasha bir qo'rquv hissini uyg'otadi. Lekin misol uchun baribir u narsani oldini olish maqsadida ham bizning doktorlarning tilida premedikatsiya deymiz. O'sha ma'lum bir dorilar bor. O'sha dorilar bemorga qilinadi. Bemor hamma umumiy tinchlanib, qo'rquv hissi tugagandan keyingina biz operatsiya o'sha jarayonini operatsioniga olib kirib, undan keyin boshlaymiz. Shuni bemorga ham tayyorgarchilik bo'ladi operatsiyadan oldin. Birinchi bo'lib baribir bemor bilan suhbat bo'ladi. Hamma bo'lishi mumkin bo'lgan anesteziolog butun bemorni boshdan oyoq hamma ichki organlarini o'rganib chiqadi. O'ziga kerakli bo'lgan nima ma'lumot bo'lsa, doktorlar tilida biz bu anamnez deymiz. Ya'ni bemorning o'zi kasallik tarixi. Yoshligidan, tug'ilganidan boshlab qanaqa o'tkazgan, yuqumli kasalliklar o'tkazganmi yoki boshqa bir kuchli pnevmoniya o'tkazganmi yoki organizmda qanaqa jarayonlar o'tkazgan bo'lsa, to'liq ma'lumot olamiz. Undan keyin bo'ladigan narsa bu bizga kerakli tekshiruvlar. To'liq holatdan kelib chiqib, standart tekshiruvlar bor va chuqurlashtirilgan tekshiruvlar bor. Standart tekshiruvlar bu 100% hammaga qilinadi. Chuqurlashtirilgan tekshiruvlar qo'shimcha kasalliklardan kelib chiqadi. Kimdir deydi insult o'tkazgan, kimdir infarkt o'tkazgan yoki bir kuchli operatsiyalar o'tkazgan, bitta pochkasini olib tashlagan deydi yoki bir transplantatsiya o'tkazgan. Ularga kerakli yana ham chuqurlashtirilgan tekshiruvlar o'tkaziladi. Lekin biz hammaga 100% chuqurlashtirilgan tekshiruv o'tkazmaymiz. Sababi ko'rsatma bo'lishi kerak har bir narsaga. Standart tekshiruv lekin bizga kerakli bo'lgan narkoz uchun hamma ma'lumotlar unga jamlangan. Shundan kelib chiqib bo'lishi mumkin bo'lgan sizni savolingizga javob asoratlar. Asoratlar operatsiyadan keyingi davrda, birinchi davrda bo'lishi mumkin bo'lgan holatlar bu oddiy bosh aylanish bo'lishi mumkin, ko'ngil aylanishi mumkin, qusish bo'lishi mumkin. Qancha vaqt o'tib ketadi shu? Bu hammada ham bo'lmaydi. Bu ham organizmga bog'liq. Ya'ni misol uchun bizda narkozga ham o'ziga yarasha tayyorgarchilik bo'ladi. Bemor обязательно suhbatdan o'tadi, hamma tekshiruvlardan o'tadi va bemorga tushuntiriladi. Siz operatsiyadan oldin 6 soat, 8 soat ovqat yemaysiz deb, uni ham o'ziga yarasha tayyorgarchiligi sabablari bo'ladi. Och qoringa ham narkoz olishimiz hali. Shuna hisobiga ham oshqozonda baribir kislota ishlab chiqaradi, xohlasangiz, xohlamasangiz. Bemor 6 soat, 8 soat ovqat yemadi. Operatsiyadan keyin ham yemaydi. Jig'ildon qaynashi, ko'ngil aynishlari bu ham bir tabiiy holatga yaqinroq holat desak ham bo'ladi. Lekin ba'zi bir dori-darmonlarning o'zini shu ko'ngil aynishi, qusishga sababchi bo'lishi mumkin. Bu dori bu bo'ladigan holatlar odatda biz operatsiyadan oldin, operatsiyadan keyin oldini olib, kerakli dori vositalarini qilib qo'yamiz va maksimal bu bo'lishi mumkin bo'lgan holatni pasaytiramiz. Lekin shunga qaramasdan fiziologik holat sababli, ya'ni bemor uzoq vaqt ovqat yemadi, oshqozon shirasi oshib ketdi. Shuni hisobiga ham bo'lishi mumkin. Bu hech qanaqa qo'rqinchli emas, oddiy holat, doridan keyin birpasda o'tib ketadigan holat.